Men buni umuman kutmaganman. Ya'ni maska taqib blog boshlashdan oldin men juda ham ko'p o'ylanganman. 1,5 oy davomida blog boshlasam nima bo'ladi, odamlar nima deydi, uydagilarim nima deydi, qarindoshlar qanaqa qabul qiladi degan o'y-xayollar meni rosa ham qiynagan. Va bir kun akam bilan gaplashib o'tirib shu haqida gap ochganman. Ya'ni maska taqib video olsam nima deysiz? Siz shunga qanaqa qaraysiz deb. Shu vaqtda akam menga, "Nigor, men hammasiga liberal qarayman. Media sohasi rivojlanib kelayotgan soha. Agar sen shuni xohlayotgan bo'lsang, mayli o'zingni bir sinab ko'r" deb aytgan. Hozirgacha ham meni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar orasida birinchi safda akajonim turadi. Men video olishni boshlaganimdan keyin hech kim menga "Siz qoludingiz endi boshlamagan, sizga qoldimi endi" degan yaqinlarim yoki atrofdagilar orasida bu narsani eshitmadim. Yaxshi ketyapti, zo'r ketyapti, yaxshi ma'lumotlar berib boryapsiz, yaxshi videolar qo'yapsiz ekan degan qarindoshlar orasida ham xuddi shu narsani eshitdim. Ayniqsa akajonim qarindoshlar o'zaro yig'ilib o'tirishgan vaqtda hammaga telefonini olib, ko'rib, like bosib qo'yinglar. U ishini endi boshladi. Unga hozir podдержка kerak deb aytgani hech qachon esimdan chiqmaydi. Kelinayam bilan singlim bo'lsa, faqat meni podдержка qilish uchun Instagram ochgan. Men bu bilan nima demoqchiman? Odamlar nima deydi degan savol bizni juda ham ko'p ich-etimizni yeb tashlaydi. Lekin agar siz shu ishni qilsangiz, balki odamlar sizga ijobiy natija bildirishi ham mumkin ekan. Bunga misol meni o'z hayotimdagi voqealar. Sizni ham shunaqa qo'llab-quvvatlaydigan tanishlaringiz bormi? Bu videoni shu tanishlaringizga jo'natib qo'ying va meni sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.